Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz SAT xalqaro sertifikati haqida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va video darsimizga like tugmasini bosishni unutmang. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Xo'p, SATni o'zi nima? U qanday sertifikat va nimalarga bizga yordam beradi degan savollar ko'pchilikni qiynab keladi. SAT bu xalqaro sertifikat hisoblanadi. Undan yetarlicha ballni to'plasangiz, nufuzli chet eldagi universitetlarga grant yutishingiz mumkin. Ya'ni Cambridge, Oxford shunaqa nufuzli universitetlarga grant yutishingiz mumkin. Va SAT xalqaro sertifikatdan yetarlicha ballni to'plasangiz, sizga davlat tarafidan SATga to'lagan pulingiz to'liq qoplab beriladi. Undan keyin hozirgi paytda yangi qarorga muvofiq SAT sertifikati bilan siz bitta o'sha SATdan yetarlicha ballni to'plasangiz, O'zbekistonning ham nufuzli o'sha universitetlariga, institutlariga talaba bo'lish imkoniyatingiz bor. Grant asosida, 4 yillik grant aniq. Faqat institutda o'qib yurgan paytingizda 4 yil o'qiysiz, 1 yillik grant beriladi. Agar yaxshi o'qisangiz, ikkinchi yil ham o'sha grant davom etadi. Agar mabodo yaxshi o'qimasdan baholar pasayib ketsa, keyingi yil kontraktga ham tushishingiz mumkin. Xuddi shu. O'qituvchilarga qanaqa foydasi bor bu SAT xalqaro sertifikatini deb so'rashingiz mumkin. O'qituvchilarga bu SAT xalqaro sertifikati 50% gacha ustama beradi. Milliy sertifikat, o'zimiz biladigan fanimizdan milliy sertifikat olsak, u 20% gacha ustama beradi. Ya'ni oyligimiz qancha bo'lsa, o'shanga 20% pul yana qo'shib beriladi. SATga esa 50%. Masalan, oyligingiz o'rtacha 3 million so'm bo'ladigan bo'lsa, unga yana 1,5 million so'm qo'shib to'lanadi 1 yil davomida. Shunaqa. Bu SAT sertifikatini olib qo'ysangiz, sizga demak yaxshi foydalari bor. Yana qanaqadir savollaringiz, bu SAT sertifikatiga qanday tayyorlanish kerak? SAT sertifikatini olish uchun qayerga hujjat topshirish kerak? Yoki bu sertifikat bilan qayerlarga masalan ishlasa bo'ladi yoki qanaqadir foydasi yana bormi degan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, batafsil javob beramiz. Endi SAT xalqaro sertifikatiga onlayn tarzda tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki shu Telegram ishkalariga murojaat qilib, onlayn individual kurslarimizga qatnashishingiz mumkin. Bizni video darslarimizdan namunalarni YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, video darslarim kelib chiqadi. Men SAT xalqaro sertifikatining matematika qismidan tayyorlab beraman. Ingliz tili qismidan ham tayyorlaydigan o'qituvchilarimiz bor. Kurslarimizni narxlari va qaysi vaqtlarda o'tilishi haqida batafsil ma'lumot olish uchun ham quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram ishkalariga murojaat qilishingiz mumkin. Hozircha bugungi videoyimizda shu SAT sertifikati haqida qisqacha ma'lumot berdim. Yana o'zingizni qiziqtirgan batafsil savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, javob beramiz. Onlayn kurslarimizga qatnashish uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram ishkalariga murojaat qilib, qisqa muddat ichida o'zingiz o'sha xohlagan sertifikatga ega bo'lishingiz mumkin. Biz faqatgina SAT sertifikatiga emas, boshqa xalqaro sertifikatlarga ham tayyorlab beramiz. Masalan, SAT, GRE, JMAT sertifikatlari bor yoki milliy sertifikat, O'zbekistondagi milliy sertifikatga ham tayyorlab beramiz. Kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot uchun bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni video darslarimizni ko'rib, qanday dars o'tishimizga, bilimimizga yoki o'qituvchilarni bilimiga baho berish uchun YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, video darslardan namunalar kelib chiqadi. Ko'rib bemalol baho berishingiz mumkin. Keyin qo'ng'iroq qilib qatnashaverasiz. Demak, shu bilan bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling va videoyimizga like bosishni unutmang. Videoni kerakli do'stlaringizga, SATga qiziqadiganlarga, SATning nimaligini bilmaydiganlarga tashlashingiz mumkin. Shu bilan demak bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.